Bir daqiqada buxgalteriya mini kurs 19-qism. Darslarni yo'qotib qo'ymaslik uchun saqlab qo'ying. Bugun sizlar bilan ishlab chiqarish sohasida buxgalteriya haqida gaplashamiz. Bilamiz, ishlab chiqarish sohasi juda ham keng va uni buxgalterlardan eshitgan bo'lishingiz kerak. Ishlab chiqarish buxgalteriyasi qiyin va ko'proq haq to'lanadigan soha. O'shaning uchun buni sizlar bilan ikkita qismga bo'lib o'rganamiz. Demak, bugun birinchi qismi. Ishlab chiqarishda nimaga ahamiyat berishimiz kerak bo'ladi? Ishlab chiqarishda har bitta mahsulotni kalkulyatsiyasiga e'tibor berishimiz kerak bo'ladi. Demak, o'sha mahsulotga nima xarajatlar qilinadigan bo'lsa, o'sha har bitta mahsulotni sizning qo'lingizda kalkulyatsiyasi bo'lishi shart va zarur. Demak, kalkulyatsiyada nimalar bo'lishi shart? Birinchisi, kalkulyatsiyada har bitta mahsulotga qancha material ishlatiladi. Masalan, non ishlab chiqarish, oddiygina o'zimiz biladigan non ishlab chiqarish tasavvur qilaylik. Unga nimalar ketadi? Sut ketishi mumkin, un ketishi mumkin, oshirtiruvchi mahsulotlar ketishi mumkin va sariyog' ketishi mumkin. Mana shu 4 ta materialdan iborat sizda grammlari ham berilgan qo'lingizda ma'lumot bo'lishi shart va zarur. Demak, birinchisi material xarajatlarimiz majburiy, albatta bo'lishi kerak. Ikkinchisi, aynan o'sha nonni ishlab chiqaruvchi shaxsning ish haqisi. Masalan, nonvoyga necha pul to'lanadi? Aynan ish haqi to'g'risida ham qo'lingizda ma'lumot bo'lishi kerak bo'ladi. Har bitta nonga. Keyingisi kommunal xarajatlar. Bilamiz, har qanday ishlab chiqarish elektr energiya, gaz, suvsiz bo'lmaydi. Demak, bunda albatta majburiy tartibda bizda kommunal xarajatlar bo'lishi kerak. Keyingisi eskirish yoki joyimizni ijarasi bo'lishi mumkin. Eskirish bo'lsa o'zimizning binoyimizni eskirishi yoki mashina uskunalarimizni, ya'ni novvoyni xamir qoradigan оборудованиялар bo'lishi mumkin va shunga o'xshagan boshqa mashina uskunalar bo'lishi mumkin. Ularni eskirishi yoki ularni ijarasini xarajat summasi bo'ladi. Ishlab chiqarish mana shu 4 ta asosiy punktdan iborat. Xoh u juda ham katta ishlab chiqarish bo'lsin, xoh hozirgi aytganimizdek kichkinagina bitta non sexini buxgalteriyasi bo'lsin. Demak, shu 4 ta xarajatni bilishimiz shart va zarur. Ularni barchasi 20-10 degan shotimiz yig'iladi, ya'ni xarajatlar hammasi 20-10 shotida ishlab chiqarish shotida yig'iladi va quyida o'sha shotlarni nomma-nom nomerlari berilgan, ya'ni 10 materiallar, ish haqi va ijara, kommunal xarajatlarimiz, eskirish xarajatlarimiz va ijara xarajatlarimiz shotlari berilgan. Ishlab chiqarishi kalkulyatsiyasi va uni tayyor mahsulot bo'lgunga qadar bo'lgan xarajatlarimizni mana shu holatda yig'amiz. Hozircha bu birinchi qismda, keyingi qismda uni tayyor mahsulot holatiga kelganini ham ko'ramiz. Darslarni o'tkazib yubormaslik